Assalomu alaykum. Alipost tizimiga oylik obuna to'lovini amalga oshirish jarayoni. Demak, sizda Alipost tizimidan foydalanayotgan paytingizda yuqorida xuddi shu ko'rinishda ogohlantirish chiqsa yoki mutlaqo tizimga kira olmayotgan taqdirda Alipost tizimiga oylik obuna to'lovini amalga oshirish kerak bo'ladi. Demak, bizga buning uchun kerak bo'ladi. Yuqori chap burchakdagi mana bu ID. Bu ID har bir kafe yoki restoran uchun unikal holatda beriladi. Demak, bu markazda ham ko'rsatilgan. Bu ID'ni olamiz. Demak, oylik to'lovni amalga oshirib bo'lganimizdan so'ng Alipost tizimi o'rnatilgan post qurilmasiga internetni ulab olamiz. Buning ikki xil yo'li mavjud. Birinchisi Wi-Fi orqali, ikkinchisi kabel orqali. Demak, Wi-Fi orqali ulashimizda quyidagi belgini ustiga bosamiz. Mana ko'rib turibsizki, bizdagi mavjud tarmoqlarni chiqarib berdi. Agar sizda Wi-Fi qurilmasi mavjud bo'lmasa, ya'ni Wi-Fi interneti mavjud bo'lmasa, uni oddiy telefon orqali ham hal qilishimiz mumkin. Demak, Android telefoniga yuqoridan pastga tortamiz va точка доступа tugmasini bosamiz. Demak, bu yerda Wi-Fi ni bir o'chirib yoqqanimizda bizga tegishli bo'lgan tarmoq подключить и parolni terib olamiz. Demak, uni sal yuqoriroqqa tortamiz. Parolni terib olamiz. Demak, mana shunday ketdi. Demak, X tugmasini bosamiz va mana ko'rib turibsizki, internet ulandi. Demak, ikkinchi turimizda internet ulashimiz uchun marhamat, ko'rib turganingizdek, bunda Wi-Fi modul mavjud emas. Demak, buni kabel orqali amalga oshiramiz. Uning uchun bizga kerak bo'ladi quvvat kabeli. Demak, bizning mobil qurilmamiz Type-C ni qo'llab-quvvatlagani uchun Type-C turidagi quvvat kabelidan foydalanamiz. E'tibor bering, albatta bu original bo'lishi kerak. Demak, buning ikkinchi tomonini kompyuterning orqasidagi USB portiga joylashtirib olamiz. Telefonimizga ulaymiz. Demak, uladik. Endi bizdan so'raydigan narsa передача faylov. Bosamiz. Demak, yuqoridan pastga tushiramiz. Unga suramiz va точка доступ belgisini ustiga bosib turamiz. Mana ko'rib turganingizdek, bu yerda USB modem. Buni aktivlashtiramiz. Marhamat, bizning kompyuterimizda internet mavjud. Demak, to'lovni amalga oshirib bo'lganimizdan so'ng va kompyuterda internet borligiga ishonch hosil qilganimizdan so'ng chap past burchakda joylashgan quyidagi kalitcha belgisini ustiga bosamiz. Bir marta yoki bir necha marta bosganimizdan so'ng ko'rib turganingizdek litsenziya yangilandi, ya'ni yuqoridagi ogohlantirish buyrug'i yo'qoldi. Endi bemalol tizimga kirib, undan foydalanishimiz mumkin bo'ladi.